Bu videoni ko'rgandan keyin siz umuman urologlarga borib davolanishingizga hojat qolmaydi. Sababi o'zingizdagi har qanday urologik kasallikni o'zingiz uy sharoitida davolay oladigan bo'lasiz. Aka, testosteronni ko'tarishda eng yaxshi vosita qaysi? Sink, vitamin D3, L-arginin, Jinsiy zaiflikdachi? tadalafil tabletkasi, Erta bo'shanishdachi? dapaksitin tabletkasi, Prostatitdachi? tamsulazin, levofloxacin tabletkasi, Urug'ni ko'paytirish uchunchi? sink, vitamin E, L-karnitin. Endi bu dorilarni ichish tartibini ayting. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi video darsligimiz eng ko'p uchraydigan urologik kasalliklarni davolovchi dori vositalari to'g'risida bo'ladi. Men oldingi videolarimda testosteronni ko'taruvchi, urug'ni ko'taruvchi tabiiy vositalar to'g'risida, oziq-ovqatlar to'g'risida video darslik qilganman. Demak, bugun dorilar to'g'risida bo'ladi. Demak, birinchi kasalligimiz testosteronni ko'taruvchi dori vositalar to'g'risida. Demak, bu dorilardan sink, vitamin D3, L-karnitin. Sink 50 mg dozada bo'ladi va kuniga bir mahal qabul qilamiz testosteronni ko'tarishimiz uchun 3 oy davomida. Va iloji bo'lsa och qoringa ertalab qabul qilgan yaxshi. Vitamin D3. Vitamin D3 ni tabletka formasi ham bor, sirop formasi ham bor. Agar tabletka formasini oladigan bo'lsanglar, tabletka formasini kuniga bir mahal, bu ham ertalab och qoringa bitta tabletkadan qabul qilinadi. Agar sizlar sirop formasini oladigan bo'lsanglar, 3-4 tomchi ertalab suvga aralashtirib turib ichasizlar 3 oy davomida. L-arginin bu testosteronni eng yaxshi ko'taruvchi vositalardan bittasi. Bu ham tabiiy vosita desa bo'ladi, ya'ni tabiiy vositalardan olingan dori, ximika dori emas. L-argininning vazifasi demak tuxumdagi ledi hujayralarni zararli toksik moddalardan tozalovchi xususiyatga ega va ledi hujayralarni yaxshi ishlab berishini ta'minlaydi. Shuning hisobiga testosteron miqdorini ko'tarib beradi. L-argininni kuniga bir mahal ovqatdan keyin kechki payt qabul qilinadi. 3-4 oy davomida. Mana shu 3 ta dori testosteronni demak zo'r ko'tarib beradi. Xo'p, keyingi kasallik bu jinsiy zaiflikda tadalafil, sildenafil, Viagra kabi dorilar ishlatiladi. Bularning ichida eng zarari kami, eng xavfsizi bu tadalafil dorisi hisoblanadi. Tadalafil dorisi 5 mg dozada, 10 mg dozada va 20 mg dozada chiqadi. Va bu dorining ta'sir muddati 48 soat. O'shaning uchun ham bu dorini har 2 kunda bir marta qabul qilish tavsiya beriladi. Agarda jinsiy zaiflikni juda og'ir darajasi bo'lmasa, yengil darajasi bo'ladigan bo'lsa, men tavsiya qilaman 5 mg ligini. Agarda aptekada 5 mg lik dozasini topa olmasanglar, 10 ligini topadigan bo'lsanglar, unda bitta tabletkani 2 ga bo'lib cheresdan kechki payt. Agarda 10 ligini emas, 20 ligini topadigan bo'lsanglar, unda bitta tabletkani 4 ga bo'lib turib, 4 dan birini cheresdan ichishni tavsiya beraman. Faqat bitta no tomoni bor. Tadalafil dorisini bitta побочный ta'siri bor. Ya'ni taxikardiya chaqiradi, yurak urishini tezlashtiradi, davleniyani biroz oshiradi. O'shaning uchun bu dorini tavsiya beraman kimlarga? Yoshroq, insult, infarkt kabi kasalliklarni o'tkazmagan odamlarga. Agarda davleniya kasalligi bor odam bo'lsa, qari odam bo'lsa, yoki qachondir infarkt o'tkazgan bo'lsa, yoki insult o'tkazgan bo'lsa, tadalafil dorisini ichishga ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Albatta kardiolog va nevrolog ruxsatidan keyin qabul qilish kerak bo'ladi. Bo'lmasa infarkt yoki insult berish xavfi bor. Yoshi katta odamlarga, davleniyasi bor odamlarga. O'shaning uchun yoshlarga 5 mg dozadan, agar 5 mg doza kamlik qiladigan bo'lsa, ya'ni jinsiy zaiflikdan sal og'irroq turi bo'ladigan bo'lsa, 10-20 mg gacha qabul qilish mumkin, faqat cheresdan kechki payt. Xo'p, keyingi dorimiz erta bo'shanishda ishlatiladigan dori vositasi. Erta bo'shanishda biz ko'pincha tavsiya qilamiz, dapaksitin dorisi bor, lidokain sprey bor. Dapaksitin dorisi bu 30 mg va 60 mg dozada chiqadi va buni ham ta'sir muddati 48 soat. O'shaning uchun cheresdan ichish tavsiya beriladi. Ya'ni erta bo'shanishi davolashda eng yaxshi vositalardan bittasi bu dapaksitin dorisi. Men tavsiya beraman, agar erta bo'shanishi juda og'ir turi bo'lmasa, og'ir darajasi bo'lmasa, ya'ni ba'zi bir bemorlarda 1 sekund, 2 sekund to'g'ri chiqib ketadi. Agar unaqa bo'lmasa, demak 30 mg dozada, agar bu yetarli bo'lmasa, 60 mg dozada qabul qilishi cheresdan, ya'ni har 48 soatda bir marta kechki payt bitta tabletkadan 30 lik bo'lsa, 60 lik bo'lsa, demak yarimta tabletkadan ichishi tavsiya beraman.
Demak, prostatitda tavsiya beriladigan dorilar. Prostatit kasalligida ko'pincha ishlatiladi 2-3 ta dori, tamsulazin, levofloxacin va diklofenak svechka. Bular hamma joydan topsa bo'ladigan arzon dorilar. Demak, tamsulazin dorisini ta'siri qanaqa? Tamsulazin dorisi bu prostata bezidagi mayda bezlar bo'ladi. Prostata bezida bularga prostata bezi suyuqligi yig'ilib qolishi oqibatida zastoy hisobiga kasallik kelib chiqadi va prostata bezining obyomi, ya'ni hajmi kattalashadi. Shuni hisobiga siyishda muammolar kelib chiqadi, ya'ni sidiklar torayib qoladi. Tamsulazin dorisining vazifasi ikkita. Bu silliq mushaklarni sidik yo'ldagi bo'shashtiradi, shuni hisobiga sidik yo'llarini kengaytirib beradi. Siyishni osonlashtirib beradi, qoldiq sidikni yo'qotib beradi. Va mayda bezlarni har bittasini o'zini kanallari bor va o'sha kanallarni kengaytirib berish hisobiga prostata bezining ichidagi suyuqliklarni tashqariga chiqishiga yordam beradi va prostata bezining hajmini kichraytirib beradi. O'shuning uchun prostatitda eng yaxshi dori, butun dunyoda ishlatiladigan dori. Doji tibbiyoti eng yaxshi rivojlangan davlatlarda, Amerika, Germaniyalarda ham tamsulazin dorisi ishlatiladi. 0,4 mg bo'ladi dozasi va kuniga bir mahal tavsiya beriladi. Bu dorini qaysi payt, kunni qaysi payt ichgan yaxshi? O'zi aslida dorini, tamsulazin dorisini ertalab ichgan yaxshi, lekin dorini bitta побочный effekti bor. Uyqu chaqiradi, davleniyani sal pasaytiradi. O'shaning uchun agar kunduzi ishlaydigan odamlar bo'lsa, mashina haydaydigan odamlar bo'lsa, kechki payt ichishni tavsiya beraman. Va dorini yana bitta побочный effekti bor. Bu silliq mushaklarni bo'shashtirgani uchun sidikollarni. Undan tashqari yana seminniy puzir, ya'ni urug' pufakchasi degan a'zo ham bo'ladi. Ya'ni urug'ni yig'ib turadigan a'zo. Bu a'zo urug'ni yig'ib o'zida tashqariga chiqarib beradi. Tamsulazin ichgan paytimizda urug' pufakchasidagi mushaklarni ham qisqartirgani uchun ichayotgan paytimizda dorini urug' otilib chiqmaydigan bo'ladi tashqariga. Vaqtinchalik dorini shunaqa ta'siri bor. Ya'ni ichgan paytingizda urug' miqdori kamayadi yoki otilib chiqmaydi. Bundan qo'rqish kerak emas. Dorini to'xtatishingiz bilan urug' yana otilib chiqadigan bo'ladi. Xo'p, ikkinchi dori demak prostatitda ishlatiladigan levofloxacin dorisi. Bu 500 mg dozada bo'ladi. Buni biz tavsiya beramiz prostatitda, infeksionniy prostatitda ichishni tavsiya beramiz. Bu bir mahal ichiladi. Ovqatdan keyin обязательно, sababi bu antibiotik hisoblanadi. Antibiotiklarni ovqatdan oldin och qoringacha bo'lmaydi. Ovqatdan keyin kuniga bir mahal 10 kun davomida ichiladi. Va men yana tavsiya beraman bu dorini ichishdan oldin. Birinchi safar ichayotgan bo'lsangiz, agar oldin ichmagan bo'lsangiz, birinchi dorini qabul qilayotgan paytingizda bitta tabletkani bir chekkasidan tish bilan ozgina sindirib turib, o'shani til tagida so'rishni. Ozgina kichkina bo'lagini. Agarda sizga allergiya bermasa, sababi har qanday antibiotik proba bilan ichilishi kerak yoki proba bilan ukoli qilinishi kerak. Agarda sizga allergiya bermasa, qichishish, tanada qizarish, badanni shunga o'xshash belgilar bo'lmasa, keyin butun ichib olsangiz bo'ladi. Birinchi safar ichganingizda.